Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Eshuv kelgan. Eshigimizni 1800-yilga tegishli eshuv. Bu eshuvning har bitta o'yilgan joyi qo'l mehnati qilingan. Har bittasi qo'lda qilingan duradgor tomonidan. Hop, eshuvni bilganlar, mana shu yog'och eshuvlarni bilganlar kommentariyada qoldirasizlar. Nechinchi yillardan yasashni boshlangan? Qaysi ustalar tomonidan, qaysi podshoh davrida yasashni boshlashgan? Hop, mana bu oshuv moshig'i temirdan qilingan. Mana bular bezak sifatida foydalanilgan. Mana har bittasi, mana gullarini yaqinroq ko'rsatsa ham bo'ladi. Har bittasini duradgor bitta-bitta o'yib chiqqan bularni hammasini. Bu bir tabaqali eshigimiz. Bu bizgacha bir tabaqasi yetib kelgan. Hop, mana bu ustun, bu o'sha bezak sifatida eshuvni yoniga qo'yilgan. Mana. Bu ham har bittasi qo'lda qilingan. Hop, keyin ikki tabaqalisi, mana bu ham ruchnoy, hammasi qo'lda bo'lgan. Bu ikki tabaqa.